YouTube ha bu ketdi mana. 12 ming dollarga salkam bas 6 sotidan oshiqroq. 12 ming dollarga egalar raqam qo'yib qo'yapmiz. Bitta xonamiz bitgan, ba'da o'sha 3-4 xonali tayyor korobka holati ta'minotisiz bo'ldi. Orqada tualetlari bor, 2 tonnali yomkisi bor, sveti bor. Egalar raqami bilan qo'yib qo'yapmiz. Narxini 12 ming dollarga baraka qilib yuboramiz. Lokatsiyamiz Marg'ilonda Progressdan shu dachalar bor. Ikkinchi ko'chasi, dachani ikkinchi ko'chaga burilganingizda o'ng qo'lda 3-eshik. Baseni bor. Hozir mana shu basenga ham 5-600 dollar rasxod qilasiz. Hozir ishonavering, mana bu narsaga ham kami 1000 da atrofida pul ketadi. 1000, 1200, 1700 da rasxod hisoblab beryapman. Mana uyimizga ham bir 300 dollar ketsa 2000 dollar. Uni naveska ham bir 200 dollar, 250 dollar ketsa 2250 dollar. Mana o'q devorni o'ragani ham 1,5 ming ketsa, hop 2700, 3700 dollar. Endi 12 mingga olsangiz, sizga mashet 4000 deylik, 8000 dollarga 1200 dollardan sotiga tushyapti. Telefon qilsana ham baraka qilib yuboramiz. Egalar raqami salqin, zo'r, mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Xo'roz ham rosa 3 ga yaqin qichqirar ekan bu xo'roz. O'zi ertalab qichqirish kerak. Pastki raqamlar barakaga egalar raqami.